Toshkentdagi avariya, bir inspektor halok bo'ldi. Manbalar kortej prezidentniki bo'lganini iddao qilmoqda. Voqeada og'ir jarohat hech kimga yetmagan, 2 nafar fuqaroga yengil tan jarohati yetkazilgan. Metrodagi avariya, 2 kishi jarohatlandi. Metropoliten xodimlari rahbariyat ustidan shikoyat qildi. Asfalimiz bo'lyapti. 80-90 gradus issiq. 45 darajali issiq, bog'chalar yopildi. Elektr iste'moli rekord darajaga chiqdi. Men 5 ta yoqilg'i quyish shoxobchasidan o'tdim. Faqat bittasida yoqilg'i bor edi. Benzin tanqisligi. Novosibirskda aholiga uydan ishlash tavsiya etildi. Ozod News dasturi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. 16-iyul kuni Toshkentda prezident muntazam harakatlanadigan trassada mototsikllarda harakatlanayotgan YPX xodimlari katta tezlikda fuqaroga tegishli avtomobil bilan to'qnashdi. Hodisa oqibatida bir YPX inspektori voqea joyida halok bo'lgani rasman ma'lum qilindi. To'qnashuv aks etgan videolar avval Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Keyinroq bu haqda mahalliy nashrlar ham xabar berdi. Ozodlik hodisadan so'ng huquq-tartibot idoralaridagi manbalari bilan bog'landi. Ozodlikning 2 manbasining iddaosicha, mototsikldagi YPX xodimlari prezident korteji ortidan harakatlangan va to'qnashuv prezident xavfsizlik xizmati xatosi tufayli sodir bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi kortejga oid ma'lumotlarni hozircha na tasdiqladi va na rad etdi. Ammo 17-iyul kuni oqshom O'zbekiston prezidentining Davlat xavfsizlik xizmati raisi Alisher Usmonov lavozimidan bo'shatilgani haqida hech bir tafsilotlarsiz xabar tarqaldi. 2020-yil dekabrdan buyon O'zbekiston prezidenti xavfsizlik xizmatini boshqarib kelgan Alisher Usmonovning ishdan olingani haqida 17-iyul oqshomida o'nlab yetakchi bloger, jamoatchilik faoli va ijtimoiy tarmoqdagi yetakchi kanallar yoppasiga xabar qildi. Taniqli Kunuz internet nashri esa o'z manbalariga tayanib, Alisher Abrorovich Usmonov prezident Davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimidan haydaldi deb yozdi. Oradan hech qancha o'tmay yana o'sha faollar, blogerlar va Telegram kanallarida PDXX raisligiga Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlayotgan Rustam Jo'rayev tayinlangani xabar qilindi. Hozircha bunday kadrlar almashinuvi haqida biror rasmiy xabar berilmadi. Ozodlikda bu xabarlarni tasdiqlaydigan mustaqil ma'lumotlar ham yo'q. Ammo PDXX rahbari almashtirilgani haqida bu norasmiy xabarlar Toshkentdagi prezident trassasida YPX xodimlari mototsikli va oddiy fuqaro avtomobili to'qnashib ketganining ertasiga paydo bo'ldi. 16-iyul kuni taxminan soat 18:30 da Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanidagi Do'rmon yo'li ko'chasida prezident korteji tarkibiga kirgani iddao qilingan Ichki ishlar vazirligi inspektorlari ishtirokidagi avtohalokat bo'ldi va bir inspektor voqea joyida olamdan o'tdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va keng muhokamalarga sabab bo'layotgan videolarda Do'rmon yo'li ko'chasida harakat ma'lum muddatga to'xtatilgani va qatnov YPX inspektorlari tomonidan boshqarilayotgani ko'rinadi. Videoda aks etishicha, qora rangli furgon va qora avtomobil katta tezlikda o'tib ketgandan so'ng YPX xodimi qatnovga ruxsat beradi. Hamda yurishni boshlagan qora avtomobil Charoxaning chap tarafidan katta tezlikda kelayotgan 2 mototsikl bilan to'qnashadi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati bu hodisa YPX 3 nafar xodimi ishtirokida sodir bo'lganini ma'lum qildi. Do'rmon yo'li ko'chasi bo'ylab 3 nafar YPX inspektorlari patrullik mototsikillarida harakatlanib ketayotgan vaqtda G'azalkent ko'chasidan Chorrahaga kirib kelgan Onyx rusumli transport vositasi bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. YTH natijasida patrullik mototsikillarni boshqarib kelgan bir nafar YPX xodimi olgan tan jarohati sabab voqea joyida vafot etgan. Tan jarohati olganlarga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Bayonotga ko'ra, hozir surishtiruv bormoqda. Qo'shimcha ma'lumotlar e'lon qilinadi.
Hozircha rasmiy xabarda fuqaroga tegishli Onyx avtomobilida qancha odam bo'lgani va ular yoki hodisa joyida boshqa yana kimlarga zarar yetgani haqida ma'lumot berilmadi. Shuningdek, yo'l harakati xavfsizligi xizmati hodisa bu yo'lning kortej o'tishi uchun yopilganiga oid ma'lumotlarga biroz mavhum izohladi. Ijtimoiy tarmoqlarda mazkur YTH kortej kuzatuvi vaqtida sodir bo'lgani to'g'risida noto'g'ri talqin kuzatilmoqda. Tarmoq vakillarida asoslantirilmagan xabarlarni tarqatmasliklarini so'raymiz. Ozodlik bu bayonotga oydinlik kiritish, xususan kortej kimga tegishli ekani va boshqa jabrlanganlar haqida ma'lumot so'rab, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosovga murojaat qildi. Savollaringizga javob rasmiy munosabatda jabrlanganlar bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilishingiz maqsadga muvofiq. Shuningdek, yo'l harakati xavfsizligi xizmati ham, Sog'liqni saqlash vazirligi ham bu hodisaga oid boshqa tafsilotlarni hali ochiqlamadi. Ammo bu avtohalokat ijtimoiy tarmoqlarda qisqa muddatda yoyilib ketdi va qizg'in muhokamalar hanuz davom etmoqda. Aksar tarmoq foydalanuvchilari halokat YPX xatosi bilan bo'ldi, yo'lni boshqarayotgan YPX xodimlari harakatga erta ruxsat berdi va mototsikldagi inspektorlar juda katta tezlikda harakatlandi deb norozi bo'lmoqda. Mototsikllar katta tezlikda va qizilda kirishdi chorrahaga. Endi yo'lni ochib o'rgan GAIga ham to'nkashyapti aybni. Menimcha ratsiyada kortej tugallanganligi haqida xabar olmasa, ochmasdi chorrahani. O'zi shu kortej deganni ham yo'qotish kerak. Shunda YPX xodimlari avtoterroristlarning yuqori tezlikda harakatlanishi uchun sharoit ham yaratib bergan bo'lmoqdami? Qonun hamma uchun bir emasmidi? Yoki qonunda qaysidir shaxslar uchun alohida ruxsat berilgan joyi bormidi? Eski paytda kortej oxiri ikkita chorraha o'tib bo'lsa, orqadagi bitta chorraha ochilar edi. Juda katta xato bo'ldi, juda yomon xato bo'ldi. O'tganlarning oilasiga sabr bersin. Bundan tashqari, O'zbekistonda odatan prezident yoki yuqori martabali xorijlik mehmonlar kelganda yo'l to'silishiga guvoh bo'ladigan aksar tarmoq foydalanuvchilari buning kortej ekani va hatto prezident korteji ekaniga ishonmoqda. Yolg'on ma'lumot deyishyapti endi. Kortejniki deb turib, bu vaqtda faqat prezident o'tadi-ku, prezidentning korteji bu. O'sha vaqtda men ham bor edim u joyda, o'tib ketayotgandilar. Aniq tiniq kortej qurbonlariga aylandi. Yurtboshdan boshqa hech kim kortejda yurishga haqli emas. Yurtboshini xavfsizligi yurt boyligi, lekin atrofdagichalarga ham shunaqa yurish kerak degani emas. Kortej ham el qatori o'tsa bo'ladi-ku 200 km tezlikda yurmasdan. 60 km tezlikda yursa ham hech kim o'lmas edi. Hozircha Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi xizmati bu yo'lning prezident korteji uchun yopilganiga oid iddaolarga ochiq javob bermadi. Hatto yo'lning yopilganini ham rasman aytgani yo'q. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ikki manbasi halokatga uchragan bu mototsikllar prezident korteji tarkibiga kirishini iddao qilmoqda. Ular prezident korteji oxirida harakatlanuvchi xavfsizlik xodimlari edi. Bu ularning oddiy tezlik bilan harakatlanishi edi. Qarama-qarshi ko'chadan fuqaro mashinasi chiqishi mumkin emasligini bilishgan. Kuch ishlatar tizimlaridagi yana bir manba hodisa prezident xavfsizlik xizmati xodimlari xatosi bilan bo'lgan deb qaralayotgani va hozir surishtiruv boshlanganini bildirdi. Bu xizmatdan katta odamlar ishdan ketadi endi deb taxmin qilgan bu manba ham kortejning prezidentga tegishli ekanini iddao qildi. Ozodlikda bu iddaolarni tasdiqlovchi boshqa mustaqil ma'lumotlar yo'q. O'zbekistonda prezident yoki rasmiy tashriflar payti yuqori martabali xorijiy mehmonlar korteji harakatlangan paytda Toshkent va boshqa yirik shaharlarda qatnov to'xtatilishi tez kuzatiladi. Xususan, Toshkent shahridan prezident qarorgohlaridan biri joylashgan Do'rmon mavzesi tomon boradigan asosiy yo'llar kortejlar o'tishi arafasida muntazam ravishda to'siladi. Marhum prezident Islom Karimov davrida bunday paytlarda yo'lning har ikki tomonida nafaqat transport vositalari, balki piyodalar harakati ham cheklanar, xavfsizlik choralari kuchaytirilib, hatto snayperlar joylashtirilar edi.
O'zbekistonlik aksar kuzatuvchilar bu an'ana 2016-yildan O'zbekistonga prezident bo'lgan Shavkat Mirziyoyev boshqaruvida ham davom etayotganini qayd etmoqda. Biroq avvalgi yillarga nisbatan xavfsizlik choralari nisbatan yumshatilgani, xususan piyodalar harakatiga cheklovlar kamaygani ham aytiladi. Ammo aynan prezident kortejiga bog'langan va o'lim bilan tugagan bunday halokat Shavkat Mirziyoyev boshqaruvida ilk bor kuzatilmoqda. Ozod News'dasiz, dastur oxirigacha biz bilan qoling. 16-iyul kuni Toshkent metrosining Turon bekatida shift qulashi oqibatida 2 kishi jarohatlandi. Metro harakati vaqtincha to'xtatildi. Bu 354 million dollarlik Toshkent yer usti halqa metro liniyasida keyingi oylarda kuzatilayotgan birinchi texnik halokat emas. 2 yil avval ishga tushirilgan ushbu liniya qurilishi bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov nazoratida amalga oshirilgan. Metrodagi so'nggi hodisa qurilish sifatiga oid savollarni yana kun tartibiga chiqardi. Shu bilan birga metropoliten xodimlarining ozodlikka bildirgan iddaolari muassasadagi boshqaruv, ehtimoliy nepotizm va korrupsiyaga oid xavotirlarni ham kuchaytirmoqda. Toshkent yer usti halqa metro liniyasining Turon 13-bekatidagi hodisa 16-iyul kuni soat 14:34 da sodir bo'lgan. Toshkent metropoliteni davlat unitar korxonasi xabariga ko'ra, metro bekatining tom konstruksiyasi yo'lovchilar platformasiga qulab tushgan. Vaziyat nimadan sodir bo'lganligi haqida batafsil ma'lumotlar beriladi. Hozir hali aniq emas, demak, nima sabab sodir bo'lgan? Hozir yuqorida o'rganishlar olib borilyapti. Endi bizdan ham yuqori turuvchi tashkilotlar shug'ullanyapti. Metropoliten asosan o'zingiz bilasiz, yo'lovchilarni xavfsiz tashish uchun javob beradi. Aytib o'tishimiz joiz, voqeada og'ir jarohat hech kimga yetmagan, 2 nafar fuqaroga yengil tan jarohati yetkazilgan hamda ular zudlik bilan birinchi yordam ko'rsatilib, o'sha voqea joyidan olib chiqilgan. Toshkent shahar hokimligi vaziyatni nazoratga olganini ma'lum qildi. Hodisadan so'ng poyezdlar harakati vaqtincha to'xtatildi. Maxsus komissiya sabablarini o'rganmoqda. Toshkent metropolitenining ozodlik bog'langan xodimi 17-iyul tush payti ham bekatda hali tozalash ishlari olib borilayotganini aytdi. Turon bekatidagi hodisa ijtimoiy tarmoqlarda bahslarga sabab bo'ldi. Tarmoqlardagi ayrim foydalanuvchilar atigi 2 yil avval ishga tushirilgan metro liniyasida bunday nosozlik yuz berganini tanqid qilishdi. Anomal isk sababli metal konstruksiya qiyshayib, qulab tushdi degan xabar chiqmadimi hali? Quyosh aybdor, loyihalashtirgan, ekspertizadan o'tkazgan va qurganlar hech qachon aybdor bo'lmaydi yangi O'zbekistonda. Odatda yangi qurilgan binolarni dushman kelib yakson qilardi. Yangi Rimning o'zida qulaydi shekilli, yangi Rim boshqaruvchilari tufayli. Men yaqinlashmaydigan hudud soni yana bittaga ortdi. Sharof Rashidovni sevish bilan uning davradek qurdirish farqli narsalar ekani. Toshkent metropoliteni so'nggi oylarda turli texnik hodisalar bilan tez jamoatchilik e'tiboriga tushmoqda. O'tgan hafta Chilonzor yo'nalishining Xalqlar do'stligi va Paxtakor bekatlari oralig'ida harakatlanayotgan poyezd